Bovam aytgan hikoyalar, qizim aytgan naqshalar. Chatni ün alg'odiranmisi? Teğe uxlamapsan kızım? Uyqum kelmeyotidi-ku. Endi uxla, xeyli vaqt qoldi. Sizning uyqungiz kelmadimi? Meningmi uyqum kelmayotdi, tan? Amisi birden paranlashib o'tiraylik-chi, buva. Mayli. Nima degan demak bu? O'ylaning darvosini birdan echib etamsan ya. Qo'rqim keladi. Yana qo'rqim kelyotdi davatqinni. Kech tursa, buva. Odamning nemishki kechisi qo'rqisi keladigan-da, buva. Nima deb javob beray endi? Aras. Musha haqda bir hikoya bor. Aytib beray bo'lmasa. Ajab yaxshi. Bir kuni qushlar naqshi musobaqasi o'tkazmoqchi bo'pti. Musobaqaga hamma qush turlaridan birdan vakil taklif qilinibdi. Musobaqa boshlanishga oz qolganda bir o'qish maydonga kirib kelibdi-da, qaynabli ketibdi. Bu qandaqki? Bu musobaqani kim uyushtirdi? Nolishqa bizni vakil qatnashtirmaysizlar? Aşkınlığı bilen musabaqa qatnashamish. Ovozining sertligini o'ziga bilinmaydigan o'xshaydi. Og'liga beqiblar kelib qisicha. To'xtanglar. O'qishgan. Bu musobaqaning xarakterini sen bilmisan kerak. Bugungi faoliyat odatdagi ko'ngillik so'rin emas. Alayda uyushtirilgan naqshi aytish musobaqasi. Bugun chaqirganlarning ko'pinchisi har qaysi qush turlaridagi naqsh chalpanlardir. Bizga bugun tahlil qilgan gap bo'lsa, fursat deb kun yashaylik. Hay, bol. Seni naqshchilik ilmining mutaxassisi deyishkimi bo'ladi. Lekin bu sohada sen bilmaydigan ishlarmi oz emas. Ha? Sen zade nima demoqchi? Mushundaq musobaqalarda menmu mahorat ko'rsatishim kerak demoqchi. Qiziq gap qildi ekansan, o'qishgan. Bundaq deyishdiki, asosing nima? Men Bo'ldi, qoping davani. Musobaqani boshlayvering. Qo'g'laydi uni. Nima qoping daveradi? Zuvaningni chiqish. Kimingni ko'zing kelishmaysan? Ochiq yomon-ku buni. Alpasini ko'r. Chechilmag'in do'stim. Bizga daxli qilma. Keyin so'zlashaylik. Yo'q, hozir so'zlashimiz. Voy, nimani so'zlashimiz? Sen meni mayli qandaq tarkibga ayrima, lekin mening naqshchi ekanligimni e'tirof qilishing kerak. Ay, gap qilmay bansak Zeyni sanmay atqila turdingmi endi? Naqshchi bo'lsang qani javob bergina. Naqshi degan nima, ha? Naqshi deganimiz jonliqlarning butkul hayot faoliyatida tetigan ochiq tatliqlarni oshkor ifoda qilgan chaqdagi yangratgan sadosidir. Mushu ma'nodan aytganda, naqshining haqiqiy qimmati atalmish yiqimliqlikda emas, balki uning mazmunining cho'nqirligida. Bu gapga seni bu naqshchi deb e'tirof qilishimiz kerak ekanda. Albatta. Bilishing kerakki, dunyoda naqshining turlari nihoyatda ko'p. Masalan, sizlar aytayotgan madhiya xarakterdagi kuylarmi bir xil naqsha. Ko'z yo'rish paytidagi onaning to'lg'oq dastidan voy sochlari bir xil naqsha. Shakal yerib chiqqan cho'chining chuquldashtirimi bir xil naqsha. Yangi qotirilgan qabr oldidagi yetimlarning buqildab shig'lashlari bir xil naqsha. Yirtqish og'ziga kirib ketayotgan nimjon o'lchining xiyqirashlari bir xil naqsha. Gullar orsig'i mo'kinib elib, oshiqiga tutib emay yurgan qizning nozli kulkilarimi bir xil naqsha. Hatto g'apillar tatgan xo'rak ovozimi bir xil naqsha.
Bu sepsetleringe kim işinidir? Nakşi degen güzel buluş gerek. Bolmasa kişiге estetik zok veremeydi de. Hatalaşvatsan Horas. Tabiilik, güzellik demek. Senin noktayı nazirin boyucu boğanda, senle elmisaqtın tatip eytip kelevatkan nakşılarla asası orunda durur dikende. Bununla kız sıkmaydı. Okuş, sen bayağı mezmun hakkında bilgiledin. Senin hulaşlarında kandak mezmun vardı. Acayip çonkur mezmun ba. Keçinin, yani ölüm halıdıdaki aşu menzirinin vahimisinden peyda boğan tuyuğu meni nida kılışka mecbur kılıdı. Topan basımı tuymugudek aletli uxlavatqallani aşu nakşan bilen uygatqım kelidi. Ey okuş, kişiler seni karangı zulmetli çıllaydı mı diyişidi? Bunu kandak çevirse? Horas, men karangıda turup, yani karangını çıllarmem mı? Karangıdın zarlanıp, tağını sıyğını qoçularının birincisi men turup, munda qaqaretlensem. Bu gepçe tan elçisi men emes. Sen gelsen de? Menin bu, undaq namdın tamayım yok. Sen mu elçilik davası qımmığının düzük? Nemişka? Süzülüp boğan tağını çıllaşının nemi zörörikdi? Şoňa seni elçi digenden köre, jakkaçı digen yaxşırak. Meni o nezerden sakıt kılıp ettin. Hem itiraf kılıdığan bulbul, torgay, kalgaç, tumuç katarlıklarının nakşısı o yaraydıgan da o sana. Yaraydı. Bırak, vaydat ketküçülüğü yok. Nemişka? Çünkü ulanın nakşılarıdın, medhiyedin başka alametini bayqı kılıp olmaydı. Dünyada sana yaraydıgan nakşa zadi yok mu? Bah, meningçi dünyada kahramanlarının hurra çoqallarga yetidigan nakşı bolması gerek. O'qishning bu gepidan keyin qushlar lamjim deyishmabdi. Bu ularning qoyil bo'g'inimi yoki nima desa demamdo deb eran qilmaganimi ish qilib buni hech kim bilmaydi ekan. Tügüdü mü? Tugadi? Tazı düşünemedim buva. Bazı yerlerine azırak iş verin. Chaynab bergan tomoqning lazzati bo'lmaganidek, tahlil qilib bergan hikoyaning ahamiyatimi bo'lmaydi. Hozirdan boshlab mustaqil fikr yurgizganing yaxshi. Ha, naqshingni ayta.